Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hammalaringga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hammalaringni kirib kelayotgan hayit bayrami bilan chin qalbimizdan muborakbod etgan holatda biz navbatdagi obyektimizni inshaalloh yakunlash arafasidamiz. Bu obyektimizni Namangan viloyati Norinni Uchtepasida xudo xolasa Muhammad Ali akamizning xonadonlarida yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xo'p, eslatib o'tamiz, bu xonadonimiz nech pulga bitdi? Bu xonadonimiz 47 million 300 ming so'mga polnistiy holatda tunuka fonlari qilib berildi. Tarnovlari, tunuka foni, turbalari hamda ikki kampli oynalari bilan birgalikda. Buning ichida usta xizmati, dastavka, xullas qo'yingki hech qanaqa bosh og'riqlarsiz xonadon tunuka fon qilib to'liq holatda uyda egasiga topshirilyapti do'stlar. Agar sizlarga ham shunaqa bosh og'riqsiz tunuka fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, inshaalloh xonadoningizlarga mana shunaqa chiroyli tunuka fonlarni qilgizishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunukamizni atigi 135 ming so'mdan barcha xarajatini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini bir dona samarasiga ham ovora qilmagan holatda xizmatlarni amalga oshiryapmiz. Endi xudo xolasa mana uyda egasi Muhammad Ali akani ikki og'iz suhbatga chorlaymiz. Muhammad Ali aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Muhammad Ali aka, uylar qulluq bo'lsin endi aka. Qalay bo'ldi aka uy? Juda joyida. Yoqdimi? Juda joyida. Nima deysiz endi ish haqida o'zingiz fikrlaringiz aka? Endi materiallar arzon. Aha. Hop, endi nima deymiz? Ish sifatlari ham yaxshi. Yoqdimi aka? Xudo xolasa yoqdi. Hop, mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Bo'ldi aka. Xursand bo'ldingizmi aka? Hop. Hamma yoq joyidami aka? Kamchilik bo'lmadimi aka? Yo'q, joyida. Faqat pul berdingiz, boshqa narsaga o'g'irlamadingiz aka? Hamma yoqni o'zimiz olib keldik aka. Shunday. Bo'ldi aka, siz ham to'ylarga buyursa, xudo xolasa Sog' bo'linglar. yaxshi kunlaringizga buyursin. Xullas qadrdonlar, uyda egasini mana fikrlarini eshitdik. Xudo xolasa uyda egasiga xizmatlarimiz ma'qul keldi. Sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hech ham o'ylanmanglar. Xudo xolasa sizlarni ham uylarga mana shunaqa ajoyib ko'rinishda tunuka fon xizmatlarini taklif qilib qolamiz. Xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilmoqda. Vodiyda qayerdan bo'lsangiz ham xudo xolasa bemalol biz bilan bog'lansanglar. Agar musofirda bo'lsangiz ham ekranda nomerda Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol bog'lanaverasizlar. Xonadoningizlarga mana shunaqa chiroyli ko'rinishda tunuka fon ishlarini amalga oshiramiz. Xo'p, yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Qadrdonlar, tunuka fonda joyni kvadratiga hisoblanmaydi, ishlatayotgan materialni kvadratiga hisoblanadi do'stlar. Buni aytishimizning sababi, joyingiz tekis holatda 100 kvadrat desangiz, bu joyga 100 kvadrat tunuka ketmaydi. Bukilishi, qarilishi, ustma ust qatirilishini hisobiga tunuka fasoniga qarab qanchadir barobar ko'proq ketadi qadrdonlar. Bu xonadonimizga 300 kvadratdan ko'proq tunuka ishlatganmiz. 300 kvadratga uyda egasidan 135 mingdan pul oldik. Tarnov turbalariga ham pullarni olib, jami holatda hisoblaganimizda 47 million 300 ming so'm summa bo'ldi qadrdonlar. Xullas qadrdonlar, o'ylanishni bas qilasizlar, tunuka fon zakaz qilasizlar. Hammalaringga rahmat.